Xo'p, hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahariga gazoblok apparatlarini polniy liniya qilib o'rnatib berdik. Pol avtomat liniya, avtomat reskamiz bor. Bu polniy avtomat bitta knopka bilan o'zi ishlab, o'zi kesib tushadi va tebaqaga qaytib chiqib o'chadi. Mana boshladi kesishdi. Bir minutga qolmasdan kesadi. Mana tushyapti pastga. Tushib qolipga tegadi. Qolipga tegib mana to'xtadi. 4 sekund kesib turadi. Tagini oxirigacha uzib olish kerak. Yana avtomatik ko'tariladi. Ko'tarilib qolipdan 10 sm ko'tarilganda taq o'chadi. Mana 40 sekundda uje kesib bo'ldi. Shu 12 talik blokni o'chdi mana. Kecha quygan gazoblogimiz, mana bitta qolib qo'yib berganmiz. O'sha ham zo'r ishib chiqqan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r holatda. Mana uje 10 ta sotilib ketdi sirazi. Avtomat reskamiz o'sha bitta knopka bilan o'zi kesib tushib chiqadi. Qoliplarimiz 0.48 kubalik. Choklari yamalmaydi, rastori oqmaydi. Uydagilar ham tan berishdi o'zi, apparat zakaz qilgan akalar. Bu yerda jami 10 ta qolib, bitta avtomat reska, mishalka, 2 tonnalik subachoy va 110 litrlik subachok, nasos, hamma yo'g'i komplekt olib kelib o'rnatib berganmiz. $5500 o'rnatib berdik. Mana bu ugonnilarni o'zi olib berishgan, bitonni qo'yib biz ustanovkasini bepul qilib berdik. Buni ham pagonni metriga pul olishadi ko'pchilik. Biz ichida qilib hammasini qilib berdik. Qoliplarimizga, diagonaliga. Xo'p, listlarimiz uchli rossiyskiy listda, yonlari, bortlari 5 ga uchli profilda. Xo'p, taglari mana 8 ga to'rlik profilda, o'sha relsga bardosh beradigan. Qalinligi 2 lik bo'ladi. Listining qalinligi 3 lik. Balonlarimiz o'sha eng yaxshi original balondan qo'yilgan. Zo'ridan bo'ladi. Mana motorlar avtomat reskani. Motorlari yangi holatda, reduktor motorlar birgalikda. Mana bu miyani o'zi ham bir $200-300 turadi buni. Buni sxemasi mana. Polniy o'zi sezuvchan, hamma yo'g'i bo'ladi. Bitta knopka bilan kesib o'zi tushib chiqqandan keyin o'chadi. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, gazoblok apparatlari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib, o'rnatib, ustanovka qilib 100% o'rgatib beramiz. Xudo xolasa bittada o'sha gazoblok chiqarishdi. 500 markadan to 400 markadan 700 markaga chiqarishdi. 100% o'rgatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.